qarshi lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya, u zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedilar. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Biroq qo'rqitganda, qalbingizga qo'rquv kirganda, sizni g'amga solib qo'yganda, siqilib yechimda bo'lmay turganingizda hasbunallohu va ni'mal vakil. Agar chin yurakdan aytsangiz, boyaga g'am ketadi. Agar chin iymondan aytsangiz, boyaga qo'rquv, xavotir ketadi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Nuh alayhissalom Allohning amri bilan kema yasadi. U kemaga bitganidan keyin iymon keltirganlarni chiqardi, ko'pchilik emas edi ular. Hayvonlardan har turidan bir juftdan unga joylashtirdi. Allohning amri keldi. Osmondan yomg'ir yog'di, yerdan suv otilib chiqdi, odamlar cho'kishni boshladi. Odamlar har tarafga qochishni boshladi. Nuh alayhissalom ana shu tashqarida qolgan, har yoqqa qo'rqib qochayotgan odamlar orasida o'zini kofir o'g'lini ko'rib qoldi. Otalik mehri tutdi va nima dedi? Astagfirullah. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zalin ya bunay irkab ma'na va la takun ma'al kafirin. Nuh bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin, u kofirlar bilan birga bo'lmagin. Nuh alayhissalomning o'g'li qalbi nimaga bog'landi shunda? Kim biladi? Tog'ga baylandi. Tog'ga chiqib olsam, shu cho'kishlikdan qutulib qolaman dedi. Bo'ladi-yu ba'zida. Pulimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi akaxonimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi tomimizga suyanib qo'yamiz. Bizning problemamizni hal qilib beradigan ukaxonimiz bor, jiyanimiz bor. O'sha jiyan yo'qlarda ishi nima bo'ladi deng? Ular ham hal bo'ladi. Nuhning o'g'li, Nuh alayhissalomning kofir o'g'li Allohga bog'lanmadi qalbi. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketajakman. Tog' qutqarib qoladi meni dedi. Qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim wa hala baynahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Nuh alayhissalomning qalbi Allohga bog'landi. O'g'lining qalbi tog'ga bog'landi. Natija qanday bo'ldi? Nuh aytdi: "Bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilganlarnigina saqlar." Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi. Tog' qani? Qani tog'? Nuh alayhissalom birorta odamga suyanmagan edi. Uyiga suyanmagan edi. Haqiqatan ulkan yerni qozig'i bo'lgan